Assalomu alaykum barchaga. Bugun men o'zimni yangi imlan obzorini qilamiz. Let's go. Bu videoga like bosib, kanalga obuna tars bosib qo'yaverasizlar. Короче, birinchi kursdan boshlaymiz. Maktabda eshik bor. Ikkita eshik. Bunday kirasizlarda, bunday qilib mo'g'larni ochasizlar, bunday qilib qo'yasizlar, zombilar kirib ketmaslik uchun. Shu yerda bunday tabiat qo'yinida yashaganday bo'lasizlar. Mana daraxtlar bor, mollar bor. Bu yerda suv ham bor. Bundaqa chegara bor. Bu xavfsiz. Keyin mana bu yerda rollar bor. Kirish joyi, bu yerga kirsa bo'ladi. Va buni keyinroq ko'rsataman. Birinchi marta kirishni boshlaymiz. Bitta sandiqlar, bitta o'qish stoli, bitta navro'xonaga eshik, bitta end portali. Eshik deb qo'yamiz, moblar kirib kelmasligi uchun. Maktabda kamin bor, bitta shu sandiq, bitta itjon bor edi, hozir yo'q qoldi nimagadir. Biz yerto'lani mesela ko'rsataman. Bitta moblar bironsi hisob qo'yasizlar. Keyin bitta mana bilyard unchalik o'xshatmaganmanki, hech bir qilmaydi. Bitta pechka, verstak, shu anolar siyaqlash stoli, bitta sunduq, yaxshi yo'q, bitta sandiqlar. Keyin mana bitta sizlarga ko'rsatib o'taman, bitta yerto'la bor. Menda poliz ekaman. Xardayindek sandiq, pechka, verstak, bitta zina tepa qavatga. Tepasini oyna qilganman. Juli. Bitta televizor. Bitta shu rasm chiroyli bo'lib turishi uchun maktabda matrix qo'yganman. Kerakchi endi bitta bunday olasizlar. Bitta bunday qilib olasizlarda, mana kamonchani bunday qilib stirs qilib shunday joyga o'tirasizlarda. Bitta ham shu ikkinchi qavatga. Sizlarga mana ikkinchi qavatni ko'rsataman. Ikkinchi qavatda bunday unchalik narsa qo'ymaganmanki, bitta uchinchi qavatga chiqish yo'li. Ikkinchi qavatga bu yerto'la, bitta o'tirib televizor ko'radi. Bitta manzarani tomosha qiladi. Quyosh chiqishini hozir quyosh maytda-da. Hozir quyosh bitta. Endi biz mana bu ikkinchi qavatni ko'rsataman sizlarga. Bitta hali unchalik narsa qo'yganim yo'q. Oddiy turibdi. Endi bu uyimizning ikkinchi qavati. Restoran qilinglar qutumi. Bitta 4 joy bor edi, yelkamroq qo'yganman. Bitta xardangidek verstak, yotoq qanday qo'yaman. Qutumi. Mana bitta narsalar. Bitta sandiq, bitta kamin, bitta shu ikkinchi qavatga chiqish yo'li. Bitta keyin ko'rsataman. Keyin shunaqa bitta zina, bitta tepaga chiqish yo'l. Endi biz mana ko'rasizlar. Bitta ham hali unchalik ko'p narsa qilmaganman. Bitta bunday tabiat qo'yinda o'tirasizlarda. Bitta ham narsa yo'q. Bitta bunday qarab turasizlarda. Shunday qilib mazza kerakchi. Keyin bitta endi tom qismiga o'tamiz. Tom qismida har doimgidek bunaqa manzarani tomosha qilish uchun joy klassический.
Kevayta Kamillar Morsi. Mayda nimadirlar bor. Ili baytdan xuddi shunaqa sayr qilish uchun joy. Mayda eshikcha bor. Mayda boyagi joy bor, mana nima bor. Tom qismida versaklar bor. Transalar bor. Bunaqa chiqish yo'nalmasi bor eshigi. Keyin mayda tepaga chiqib kuzatasizlar-da. Yerni kuzatadi. Ayoq deydi почти. Tepa. Mana. Xullas, shunaqa gaplar. Keyin mana yerda ani ham bor. Neydi? Maktabda sayr qilib yurasizlar. Yani fontani sayr qilasizlar. Keyin bunday siz bitta qayiqlar anosi bor. Joyi. Jumeyi. Yo'q, siz orada qayiqlarda chiqasizlar. Keyin suzasizlar. Короче, shunaqa gaplar. Uyim qalay ekan? Tepasoni bor. Xullas, uyim juda katta. Mana lekin maytayam zo'r. Ana, mana shu meni uyim. Kechagi vatandoshlar yo'qin. Mana shu meni uyim. Bitta sayr qilamiz. Qani mo'ljalga o't beramizmi? Hajak qanida mana edi. Mana senga men beraman. Kelaring. Hey, kelaring. Ikkalanki mashina bo'ladi o'tiramiz. Keyin senga bitta tug'dirvorsa ikkalang o'pish. U ana iya qaramanglar. Qarang, u ana tug'di. Mollarni ham taqiraylik. Mol ke. Ke mollar. Feed. Ili yana bitta feed. Yana bitta feed. Bolachalar tug'diramiz. Yo, what's up? Ko'payib ketdi bular. Mayli, hech bir qilmaydi. Feed. Yerda feed. Bo'ldi. Senlar erkalanib ketdilar-ku. Mashi. Короче, meni uyim. Короче, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Yo billa. Aktivni ko'paytirish kerak-ey. Bolalar, onunda like'lar bosilmayapti. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Короче, sizlar bilan xayr. Sizlar bilan uzib bernik bo'ldi. Bo'pti, xayr.